Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Enrich hamda Anyone implantlarini protetik qismlarini farqlashni ko'rib o'tamiz. Dastavval ushbu sistemalarni birlik shakllantiruvchisi, ya'ni Famiratorlarni ko'rib o'tamiz. Enrich implant sistemasining Famiratorida asosiy qism bilan rezva qism oralig'ida yelka mavjud. Bu uning asosiy ajratuvchi ko'rsatkich hisoblanadi. Anyone implant sistemasi esa asosiy qism va rezvali qism oralig'ida hech qanday yelka mavjud emas. Ular bir-biri bilan silliq birikkan ko'rinishga ega. Lekin ularni yuqori qismdan ko'rganingizda ularda bir xilda MGG yozuvlari, Enrich implantining Famiratorida oddiygina burukka rezva tushuvchi nuqta, Anyone implantda esa ushbu nuqtaga qo'shimcha ravishda minus ko'rinishdagi liniya o'tganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu Famiratorlarni bir-biridan ajratuvchi ko'rsatkich hisoblanadi. Keyingi navbatda ushbu sistemalarning zagochkadagi farqini ko'rib o'tamiz. Enrich implant sistemasining zagochkasi to'q ko'k rangda bo'ladi. Anyone implant sistemasini zagochkasi esa binafsha rangda bo'ladi. Anyone hamda Enrich implant sistemalarini individual frezlanuvchi abatmentlarni ko'rib o'tamiz. Enrich implant sistemasini frezlanuvchi abatmenti oltin rangda bo'lib, Anyone implant sistemasiniki esa binafsha rangda bo'ladi. Ushbu rang frezlangandan so'ng faqatgina ishchi qismda, ya'ni olti burchak shestigrangi qismida o'z rangini saqlab qoladi. Sizga laboratoriya orqali jo'natilgan priminlarning original va original emasligini aniqlab olishning eng oson usuli ishchi qismdagi olti burchak, ya'ni shestigrangining rangi olti rang bo'lsa, bu Enrich implant sistemasining original abatmenti, binafsha rangda bo'lsa, bu Anyone sistemasining original abatmenti hisoblanadi. Bundan tashqari, albatta siz ularning bintlariga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Keyingi ma'lumotimiz hurmatli texniklarimiz uchun biroz qiziqarli bo'ladi. Enrich implant sistemasining laboratoriya analogi konussimon ko'rinishga ega bo'lib, tag qismi biroz ingichkalagan bo'ladi. Abatment bilan bog'langan vaqtda bog'lanish bir oz lyufti, ya'ni qimirlashni saqlab qoladi. Bu ko'rsatkich og'izda mavjud bo'lmaydi. Abatment va implantni bog'lanishi 5 gradus mustahkam birikuvga ega bo'lgan holatda ular bir-biridan maxsus kulich orqali ajratib olinadi. Ushbu holat laboratoriya analog va abatment o'rtasida yuzaga kelmasligi uchun laboratoriya analogning ishchi abatment kiruvchi qismi bir oz kengroq shakllantirilgan. Shu sababli abatment va laboratoriya analog birikuvda bir oz qimirlashni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Anyone implant sistemasining analogi silindrik ko'rinishga ega bo'lib, unda bir qancha tikchalar mavjud bo'ladi. Analog va abatment bir-biri bilan oson bog'lanadi. Unda hech qanday qimirlash kuzatilmaydi. Siz Enrich implant sistemasi uchun standart yoki uglovoy burchakli abatment sotib olgan vaqtingizda bir emas, ikkita vint upakovkada mavjud bo'ladi. Birinchi vint tillarang ko'rinishga ega bo'lib, ushbu vint klinikada vrach ortopedik qoplamani doimiy ravishda bemor uchun qotirishda ishlatiladi. Ikkinchi vint to'q ko'k rangda bo'lib, laboratoriyadagi barcha etaplarda ushbu vintdan foydalanishingiz taklif etiladi. Bundan tashqari, Enrich implant sistemasining vinti ma'lumot sifatida aytib o'taman. Diametr 1.8 mm ni, Anyone implant sistemasining vinti esa 2 diametrni tashkil etadi. O'z navbatida ushbu sistemalarning implantovatlari, ya'ni implantlarni og'izga o'rnatish uchun kerak bo'lgan uskunalar ham bir-biridan farq qiladi. Enrich implant sistemasining implantovati maxsus liniyalar, ya'ni chiziqlardan iborat bo'lib, u implant sistemani o'rnatilish vaqtidagi chuqurligini nazorat qilish uchun kerak bo'ladi. Anyone implant sistemasida ushbu chuqurlikni nazorat qilish uchun faqatgina bitta liniya mavjud bo'lib, u 4 mm ni tashkil etadi. Qisqacha sizlar bilan bugun bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu edi. Sizlarga yana qanday ma'lumotlar qiziq, izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.